Hammaga salom. Bugun sizlarga bir foydali narsani o'rgatib ketaman. Zaryadchik tanlashda hamma adashib qo'yadi. Zaryadchik tanlashda qanaqa zaryadchik tanlayman, birdan buzilib qoladi deydi. Ikkita narsaga e'tibor beramiz. Birinchisida mana qarang, zaryadchikni bunisiga qarang. Mana bu yerda chiziq bor, ko'ryapsizlar? Bu ulangan. Ya'ni qo'lda tayyorlangan zaryadchik. Xo'p, zavod, ya'ni zavodniki emas. Mana buni qaranglar. Hech qanaqa ulangan joyi yo'q. Ikki tomoni ham bir xil. Chiziqda hatto yonlarida ham ulangan joyi yo'q. Bu quyma tayyorlanib, maxsus zavoddan chiqarilgan va kichik detallariga e'tibor berilgan. Mana buni qaranglar, rezinasini qoplanganligini. Mana rezinasi qoplanganligiga e'tibor beringlar. Rezina quyma shunday quyib yuborilgan ustidan eritib. Endi buni qaranglar. Ichida yana bir boshqa bir detal plasmassa borligini ko'ryapsizlar. Oq, undan keyin mana bu ustidagi quyma qo'yilgan. Kichik detallarga ham e'tibor beradi organlar. Xo'p, endi simiga qaranglar. Bu yumshoq, bu qattiq. Bu birinchidan, bu qalin, bu yuqa. Qalin bo'lgan simlar ichida qalin tolalar o'tgan bo'ladi. Bu qalin tola nimaga kerak deysizlar? Uzilib ketmasligi uchun bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala qalin tola voltni bir xil o'tkazadi yuqa bilan, lekin amperni qalin tolalar ko'proq o'tkazadi. Shunday ekan, adapterdan kelayotgan masalan 2 amperlik, 3 amperlik adapterlar mana bu qalin tolaga kamaymasdan yetib keladi. Lekin u amperlar yuqa toladan o'tayotgan paytda simning uzunligi va simning yuqaligiga qarab amper kamayadi. Siz blok pitaniyaga 3 amperli, 2 amperli qo'yganingiz bilan bu yerga yetib kelishi 1 amperli bo'lib yetib keladi. Shuning uchun tez zaryad olmaydi blok pitaniyangiz yaxshi bo'lsa ham, mana bunaqa zaryadchilarga. Bunda esa umuman boshqacha, ichidagi simlari qalin va amper to'liq yetib keladi. Video foydali bo'lsa like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham foydali videolarni sizga yetkazib boramiz, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatib borsangiz foydali videolarga ega bo'lasiz.